Assalomu alaykum, hurmatli parvozlar. Mana shular toza yapon привозной tuxumi kelgan 25 dollardan. Ishqibozlarga sotiladi. 21-aprelda chiqqan. Shu 4 kilo 200-300 atrofida bo'ladi. Juda katta bo'lmaydi, lekin 4,5 kilo, 4 kilo 700 li xo'rozlar bilan solishadigan darajada kuchli bo'ladi. Bilasizlar, yapon zoti juda tez bo'ladi. Shu serkaltak pixchi juda yo'ldor bo'ladi. Mana ikkita xo'roz, demakki zo'r pul berganga sotiladi. Ko'pchilik yapon zot so'rashayotganida endi o'zimga shu keyingi partiyalar ham bor. Men kechki bo'lsa ham zot qilib olaveraman. Ishqibozi bo'lsa yaxshi pul berganga sotiladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Toza bardovi chiqadi bular. Libboy tushungan odamga shuni videoni tashlab ko'rsatib olaverasizlar. Yapon shunaqa bo'ladimi deb.